Xabaringiz bor, hafta boshida boshlangan Infolib O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligi viloyat axborot kutubxona markaziga minglab kitobxonlarni jalb qilishi bilan ham qizg'indir. Muxbirimizning hozirgi lavhasida aynan shu haqda batafsil so'z yuritiladi. Infolib O'zbekiston 2025-14 marotaba o'tkazilayotgan milliy axborot kutubxona haftaligi nafaqat axborot kutubxona sohasini yanada rivojlantirish, aholiga axborotlar olishning manbai, shakllarini yetkazish, axborot kutubxona foydalanuvchilariga xizmat ko'rsatishga, balki kitobxonlik va kitob mutolaasini yuksaltirishga qaratilgan maqsadlar bilan yurtimizda, jumladan viloyat axborot kutubxona markazida ham qizg'in davom etmoqda. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida davom etayotgan haftalikda kitobxonlik va kitob mutolaasini yuksaltirishga qaratilgan navbatdagi tadbir O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi va Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi viloyat bo'limlari bilan hamkorlikda yangi kitoblar taqdimotlari asosida davom ettirildi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limi rahbari shoira Xurshidabonu qalamiga mansub she'rlar qirg'iz tiliga tarjima qilinib, kitobxonlar qo'liga yetkazishda jonbozlik ko'rsatgan Rejabali Kamolzodaning Kechikkan jaz uyushma a'zolaridan shoira Ro'zixon Iminovaning Asakalik oyimlar, Avaz Abdusalomning Umr karvoni hamda Moviy tog' nomli yangi kitoblari kitobxonlar e'tiboriga havola etildi. Tadbirda ishtirok etgan adiblardan To'lqin Siddiq, Vosit Ahmad, Durbek Qo'ldoshevlar yangi nashrdan chiqqan kitoblar haqida o'z fikrlarini bildirib, kitobxonlarga albatta o'qishlarini tavsiya etdilar. Haftalik davomida kitob ko'rgazmalari, mutaxassislarning ma'naviy madaniy bilimlarini oshirishga yo'naltirilgan tadbirlar, kitob taqdimotlari, mahorat darslari, viktorinalar, taniqli fan va madaniyat namoyandalari, san'atkor va ijodkorlar ishtirokida ijodiy uchrashuvlar, shuningdek haftalik doirasida yosh avlodni kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi O'zbekiston kutubxonachilari, yangi kuch, yangi imkoniyatlar, yangi marralar shiori ostida 5-yosh kutubxonachilar forumi ham o'tkazilishi rejalashtirilgan.